Allah'ның al-muqaddim, al-muakhir degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa Ustaz Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirleri, dersliklerden Allah'ın al-muqaddim, al-muakhir degan isim sıfatları haqidagi tefsirlerini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın al-muqaddim, al-muakhir degan isim sıfatları haqidagi tefsirler. Allah'ın bu isim sıfatları tövendeki hadiste tilga ilingan. Tercümesi Peygamber aleyhisselam mındaq deydi. Xalığan kişini rahmetinge baldur eriştirsen. Xalığan kişini rahmetinge kiyin eriştirsen. Al-muqaddim, al-muakhir. Al-muqaddim bo'lsa o'ziga yaqin qilg'uchi, al-muakhir bo'lsa o'zidan yiroq qilg'uchi zot demakdir. Allah subhanahu va taala o'zining payg'ambarlarini, do'stlarini payg'ambarlar izidan ketayotgan o'limalarni o'ziga yaqin qildi. Ularni to'g'ri yo'lda qilish bilan o'ziga yaqin qildi. Allohning yo'lini inkor qilib, Allohning yo'lini masxir qilib, Allah'ın yoluga qarşılık gösterken düşmanlarını özüden yirak kıldı. Özü bilen ularning o'ttirisiga perde taşlaydı. Qaysi o'rekte halak bo'lishini e'tiboriga almaydigan derecede yirak kıldı. Bende Allah'ın bu sıfatlarını bilgenden keyin özüge yaqin qilguvchi Rabbini bilgenden keyin Allah'ın özüge yaqin qilgan bandalarning amallerini qilishga harakat qilish kerak. Allah'ın özüden din düşmanlarini yiroq qilganligini bilib, dinga qarshi ishlardan o'zini saqlash kerak. Resulullah aleyhissalatu vesselam kimning bir g'imi bo'lsa va g'imi oxirat va din g'imi bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun hamma g'imiga kifoya qiladi. Agar kimning bir g'imi bo'lsa, g'imi dunyo g'imi bo'lsa, faqat olamda bor bo'lgan narsa shu dunyo desa, uningda hech oxirat g'imi bo'lmasa, Allah uning qaysi o'rakda o'lib ketishini e'tiborga olmaydi. Ana Allah shundoq bandalarni o'zidan yiroqlashtirdi. La ilahe illallah Muhammed Resul. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sıfatlariga alaqadar tuvendiki mazmunlar tilga ilingan. Sura Yunus 2. ayetida tercümesi Mu'minlarga Rabbining dargohida qilgan yaxshi amallar uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Hadislerden tercümesi Peygamber aleyhissalatu vesselam keçede kıyamda turganda mundaq dua kılattı. Ey Rabbim, mening ilgiri ve keyin qilgan, oshkora ve yoshirin qilgan gunohlarimni mag'firat qilgin. Chunki sen xohlagan kishini rahmatinga baldur erishtirsan, xalığan kişini rahmetinge keyin eriştirsen. Senden başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Bukhari rivayet qilgan 1120. hadis. Yani hadislerde tercümesi Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetini namazda oldin qisablarni qo'lga keltirishni o'ziga odat qilishga qiziqtirib mundaq deydi. Sizlar saplarning oldida turinglar. Mana egishinglar.
keyninglardagi kishilar sizlarga ergashsin. Bir qavm namozga kechikversa, Alloh ularni jannatga kirishini kechiktirib qo'ydi. Muslim rivoyat qilgan 1010-hadis. Sura Al-Imron 133-oyatida tarjimasi: Rabbingning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zimincha keladigan jannatga oldiranglar. Sura Hadid 21-oyatida Rabbingning mag'firatini, kengligi osmon ziminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga ato qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Alhamdulillah. Yuqorida Alloh subhanahu va taolaning al-muqaddim, al-muakhir degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan al-avval, al-akhir degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.